Çolpan geldi. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı kayfiyat bir kunning oshquchi. Yuija, ya'ni Munavvar doktor mayli xizmat yoki safarda bo'lay mendan ayrilmaydi. Yo'q, men uni yenidan ayirmayman. Uni kichik chog'ima. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynonlig'i shunday sinamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini o'zim yoritaman. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Markalık mahsulotlarni e'tibor bahas etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. E'tibor bahas mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hazır organ salonumuzu qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erishish fursatingiz bor. Emni ketdi ya bu. Nur Ali yo, Nur Ali. Sana zadi nim bo'ldi. Yerib charchab ketibsan, sana nima tez keldi. Seni sorma, men demay bo'ldi. Qani. Nur Ali Hasan, sana beray qasam. Hiç kimge tanımayman. Arışman dep bereye ne oldu? Kaçamda kızla duruşa. Deppe gidek iş yok qara. He. Keltir qo'yam men birni. Keltirsa sen ma. He. Depe qilgan bilan he. Çolpan keldi. He. Biz kutgan odam oxiri keldi. Oh. Molla Zaydin obrazi bilan qapoqni turib endi keldi. Molla Zaydin obrazi bilan? He. Ahmet kam keldi ma? He. Çaqchaqim ma. Chaqchaq emas, rost. Nasıl geldi ma? Şehir kapıya dep qo'yasam hem de şundan keltirib dep qo'yapsan. Keldi, mabati yoqqa. İyisili, şundan misharan deyman qo'y. Yer ketdim şu. Azroq qo'yarman. Adı qo'yarman, o'zim chiqirolma. Yetib berayman. Biroz vaqt o'tib ketdingina. Ahmet kamni o'zim bir chaqirib olgan. Qolganim ish Nahmaydan kelganda. Bora joying bundan so'ng. Boshlab ketamiz hamsa. Xo'sh, ekranda ko'rmalarimiz yaxshimi sizlar ko'rayotganinglar 2022 yillik Munavvar doktor Çolpan keldi programmasining bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizning suyumli cho'lpinimiz bo'lsa, davlatlik 1-darajali kino cho'lpini, peshqadam san'atkor Ahmetjon Avlumut akamizni sanamiz taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Hayajonlandırdınız Cumaka. Voy, rahmat. Hoş geldiniz programımızda. Yaxshi, o'zingchi ahvoling yaxshimi? Programmang muborak bo'lsin. Ajab bir tez keldim bizga. Yomon tez keldik Juma. Yo'q, siz kelgan unumisiz qanday qilaman? Olmaydi, yo'q. Men uzun bo'ldi, eng qachon javob beraman. Rahmat aka. Programmamizda aldoq saldırın ko'rib baqdingizmi aka? Ancha-muncha ko'rdim. Yaxshi. Bulamda. Yaxshi. Bu qalamda bulamda aka. Bo'ladi jon, bo'lmasa men kamaytdim. Xudovoz aka, eng oldi bilan sizning mush ko'rinmalarıngiz sizga necha yillardan beri bek taqozo olib ketdi aka. Mesela kino filmler çıkmay kaldı yakından yaqi. Doğru. Nimişlarla aldıraş yürüyatqanda Ahmet Kamda hatta men şunda o'ylab qolgan. Acab kino ishlamadi, acab ekranlar chiqmadi deb. Shu masalalaringizga o'zingizdan shaxsiy ko'rinmalaringizga deb qo'yganlaringiz bormi aka? Ekran orqali mush eng beshedilar. Oldi bilan mush ekran oldidagi söyümlük tomoshabinlarimga men uzun yilning yaqi kutgan umidini yerda qo'yib, bizdan ekranga o'zimni chiqarmay, yugunimga oldi bilan apo so'rayman. Voy. Buning birisi o'zimning salomatligi hozir yaxshi bo'lmaganlikdan o'zimni sal oyab qolibdi-da. Yaqinning yaqi sal g'ayratga keldim. O'tgan bir film ishlab, shuning nurg'un tomoshabinlarniki menga nisbatan qanchalik suyundiganligi, bizning asarlarimizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligi, bizning ham ko'plab rol o'ynashimizni ko'p talab qilib ketdi ekan. Albatta. Shu tomoshabinning talabiga binoan bu da degan g'ayratga kelib, jinim chiqishlik bu sahnada shu tomoshabinlarimga bir xizmat qilay deydigan iroda ekan.
muncha doya o'ynab qo'yapsiz ha. Onu ben de bu şu teklif qilib ketdi. Endi hozir rost gap qilsam dastlabda hech kim izlamagan meni. Chunki to'lisi voy hozir Ahmadkam ekranlarga chiqmaydigan bo'ldi. Buni salomatga yaxshi emasga u deb nurg'un odam nima qilmagan. O'tganda kichikgina bir MTVga chiqib qo'ygandim. Shuningdan keyin balo qoldim debdi men amaliyotda bu bir yaxshi ish bo'libdi. Shuningdan keyin ko'plagan mushsada xizmat qilayotgan, mushsada to'pi qo'shayotgan, masalan mushtaq kechliklarni qilayotgan, ajda programma ishlayotgan, televiziya teatrini ishlayotgan, masalan ashtaqlar hozir mana ko'plab izdigiltude endi hamkorlashyapmiz. Buningdan keyin mush hamkorligimiz texim yaxshi bo'lib, tomoshabinlar bilan yani davomli ko'rishga tirishaman. Kütülmez. Şuna programımızın küçük köme kelginizge bek hoş olduk Cumaka. Bek hayacanlandık. Sizni bilirken ben bir qarsamlam aka, çünkü onumda bir gap var. Deviteyim şimdiki gapni. İşçinin qip çatak olmasın. Lekin hammaylar bilimiz var Ahmet Kamni. Bir qarsam Molla Zeydin'ninki obraz var. Molla Zeydin'ninki obraz var. Yana bir qarsam eski bunda adamların obrazı var. Yindi tutsa bir xil survasidiki. Qapaqtırib mundal bir qarab turgan bo'lsa aka. Survasmısın, qo'rqma. Qapaqni bir turib bering aka. Toz qoldim aka mollaga. Shundoq beka qapog'imni turib. Xudo bir turdigan bo'lsang, molam qo'rqib chiqib ketadi. Aka, unda bo'lsa, Molla Zeydinning bir yeri esimga qoldi meniki. Bir kapaqamdoq. Esingizda bormi aka Molla Zeydin? Ne deydigansa bu yomon uzun bu Molla Zeydin. Qani kipaqasan, aniki men ulab kelalandim, kelamandim. Men buni lekin sizni sinayman aka. Yo'q yedim bir yerdan kila ya. Odamni qo'rqitmadan da sinayman. Jiddiy yerda turmoqda. Ben şeyden bir kila aka. Hech narsa deb qo'ymadim-ku aka sizga. Hech narsadan xabarsiz. Şunu misal ciddileştirib o'tib Programımızın en yaxshi kelishi. Emas formlar deb qo'yib meni yani o'tirib qo'ymoqchi, yomon uzun yil bo'lib ketdi, uni Necha yil bo'ldi aka ishlikda? 30 yıl mı kolay dedi Cuma. Xiyli qoldi aka. Lekin men eng yaxshi ko'radigan filmlarning birisi hisoblanadi aka shu. Ism kelgan bir yerni o'ylish bilan tutib bilan deyman, keyin ulaysiz aka. Nima deydigan do'ba? Nima deydigan do'danda? Suluq tutdim o'zlariga. Mana chek basmagan so'zlariga. 5 ching unmi az kelur, chaplay desam dazlariga. Ashqalliday o'zlariga. Vang yaqqan so'zlariga. 5 ching unmi az kepti, tadazgan yuzlariga. Aran taptım uçkutma buna. Ne yerden çıktı? Denedim ma. İntanmadın öttüm ma. Anda ottasınız buldu da. Rahmet. Elim bu sürüşen orada. Rahmet. Ya lekin imtihanda o'tdingiz Cuma aka. O'tdim ma. O'zim o'ylab qo'ygan, eshen diyamagan bo'lsangiz, ziyorat qilishning hojati qolmabdi. Aslida qaytanga keldi. Chiqib bilan bizni hayajon soldingiz aka. Bizlar emas, ekranda nurg'un ko'rmalarimiz xo'shallik ilkida kulib turib, qaqaqlab turib ko'rayotgan bo'lishi mumkin-ku aka. Ko'rmalarga vakolatan, tomoshabinlarga vakolatan yana bir qitim chin ko'nglimda rahmatimni bildiraman. Shundaqla keyingi ulablam o'sha so'raydigan savollarimni so'rab ketaman aka. Bulamda siz chataq bormi aka? Shaxsiy savol so'rayman. Qiyin savollarni so'ramayman. Matematikalik savollar bo'lsa bulamda aka. Uni da feyzim. Unda olsa aka, matematikani chiqarib ha. Mushu adabiy savollarni so'rab, mush 5-ingizda o'tkazishdan boshlaymiz. Siz nerede tug'ilgan, qayerda tug'ilgan, nemishqa tug'ilgan? Mush ba'zi nemishqimi tug'ilgan demak. Endi men rostga qilsam, mushkamchilik men anda shu G'o'ljida tug'ilgan deb kelyapman, lekin amaliyotda men Urumchi tug'ilgan. Nimda bunda deb oldingiz boshqalarni? Yo'q, endi men 3 yosh vaqtimda, 4 yosh vaqtimda shu G'o'ljiga ketib, G'o'ljilik cho'ng'ilib, ashtaga boshqa aniki voy G'o'ljilik qil deblam, endi bu xalqlar G'o'ljilik deb yursa,
Ben ürümçi tug'ilgandan so'ng xalqlarning ko'ngli boshqacha bo'lib qolmasin deb ishladik ekan. Bugun adab qo'ydim. Yana odat bilan hamisi o'ljuda deydi, shu o'lju tug'ilgani deydi. Elim shunday bo'laversin. Bugun yana bir azaq bir sirni oshkorlab qo'ydim ko'nglimda ekan. Nima bo'lsa. Shu. Sir izlaydigan odam bo'lgan. Sirni nerede tug'ilgandan javob chiqib bo'ldi. Dadam opam aslida shu Urumchida ishlayotganda, keyin ular xizmatning ehtiyoji bilan Abnumuraylik yezlik maktabda o'qitib qo'yishdi bular. Shunga yezlik maktablarni yezlarga yuzlantirish deydigan bir siyosat chiqqanmi, shuni ular Qashqar yezlik maktab, Eli yezlik maktabda ikki maktabni qo'yganki, shuni opam bilan dadam G'uljiga ketibdi shu meni elib. Shuni ular men kichigimni tortib ashada cho'ng'oshqa, mushkamchi G'uljilik ham xalqlarni G'uljilik deb ishladaydi. Shunga mushtada kelgan. Bugun maxfiy sirdan birini sang davitib qoldim. Endi birinchisi Ama ishchingni biljimo, yani haq o'qib qolamiz. Unda olsa-ka, o'ylayman. Ahmadkam tug'ilgandan cho'qim qapoqlar bilan tug'ilgan. Ishtaraqmi aka? Kichik vaqtingizda mashunda bir xil ochig'ingiz yomonmi aka? Yo'q, men tug'ilib apa deb tug'ildim. Sizlar nerede tug'ilganligingiz oshkorlanib bo'ldi aka. Qayerda hammasini bilib bo'ldik-ku. G'ulja Urumchi shu ikkisiga ham hisobda deydiganlaringiz shu ekan. Nima ish tug'ilgan? Hem tang opamlar dadam qoldi. Tug'ilib qolibganman. O'zim chiqib aqlim topgan ekan, men bekor tug'ilmagan. Ancha-muncha ishlarni qilib turaydi. Shunga oqimini mush ishlarni qilib ketib borman endi. Elimi yaxshi tug'ilibdi. Yaxshi tug'ilibdi. Biroz oilamni dadam bilan opamni san'atkor. Dadamni san'at oilasi. Opamni bittacha naqsh etdi. Men ba'zi naqshlarni, ba'zi buttalni ancha-muncha qilishni shu opamdan o'rgangan. Bizning oila men tug'ilsamlar naqsh etib u vaqtlarda o'tirishdigan narsalarni qo'ygan ekan, uy davomli ishlab bo'lgan ekan, oshlarning ta'siridan bo'ldimi? Menda kichigimdilar bir xil san'atga nisbatan işte bir paydo bo'lgan. 5-6 yosh vaqtlarimga ketib, oshda vaqtlarda mana me'morlarga bolam qani, Ahmad tusha, sizlar chiqibdi mana shu o'zim bilgan birimlarni qilibchi. Ve apış pırkas. 5 yaş vaqtimga, 6 yaş vaqtimga oshni o'ynab qo'ysam, zot osh me'morlarni kulib ketadigan. Osh Ahmad deb qo'yganga, Ahmadga unda olsa. Naq maydonda. Yok müzik baka, benim ba. Müzik bo'lsa, mana biz o'lash o'ynaymiz. Qaysi o'ynaysiz ham tayyor. Çalımızmı koyumuzmu? Çaq qilyapti. Çaq qilgan yo'q. Yo'q, o'zingizning payzi qaraymiz aka. Bizdan payzimiz pechat qilib. Oğlakçılar oynayımız mı bu ne? Ya siz yağız kişilik oynamak kalmışsınız olmaydı aka bu ne? Yalğız desem. Yok, bizden abay dedim o aka. Küçük vaxtlarımızda görüp çoğunluğa şu Malzaydın filmi de. Ben bana təsir qığa geldi. Hem nakşı var bunun da, hem şiir var, hem usul var. Hem neyse bacı aka bunun da. Şuna qarab, Ahmet Kama usul mu oynayalaydı iken, nakşıda mı bakken, roldun bakken, nümda peyzi dep qalğan. Küçük vaxtlarımda görüp. Amda aşınamın körüp boğandınız. Yani ben oynasam burunqıdak oynamı dediğimi söyleyeyim. Pechat tutum da bildiniz mi? Yaş kuduş kulaklar yok yine adı. Şalban geldi.
Oyunchilik o'ynaymiz hamda biz usulchi bo'lmagan ekan. Ya shunda yaxshi bo'ldi aka mana. Ammo bu oilada ammo muzikaning yaxshisini tanlab qo'yibsiz. Sizga tushdi aka. Mana yana sal qiyri kiyib qoldi. Bundan sal shoqaroq o'qib bo'lsa, bundan shoqaroqdan birasi kelamdi aka. Birsi o'tib ketsin. Aka şu programma başlanıp, hazırlık kegiçe, keyfiyat %'lam. Təsirlik bir işlerini qıp baqamdıq aka. Görəmətim hemen bəqatlamazım. Bırakın ölüm çürəyi. Yaman testi yüzgə çıxan nəsinə rası görəməyəsən. Sizlər neçə bala aka? Biz 5 bala. Mən çoğu. İki sınım, iki inim batdı. Bir sınım tüyüp getdi. Bir sınım var, iki inim var. Allah'a misal Olcu'da. Olcu'da. Sizler mi Ürümçi'de? Uyuğunuz nerede aka bir yerde? Uyuyam Ürümçi'de. Ballık vakitlerinizden tatip Ürümçi'de okudunuz mu değil mi aka? Ya Olcu'da mı ya? Tolisi işte oylayken menelikte okuğan kesbi mektepte. Lakin ben kesbi mektepte okumagan. Başlangıçta 10 yıl, otur mektepte 20 yıl, 30 yıl okugan. Başlangıç vaxtlarımda zaten şu sahnelerden nakşedip, otur mektep çıkan diken o vaxtlarda mekteplerde xeyli çoğun bir kurjikleri dap koydu. İşte nimle vattı. Şunun da bir perdeki dramalarını oynattım aşı mektepte, otur mektepte o vaxtlarda. Ondan keyin ben şu vaxtını özde hem sportçu hem şu sanatga nim qildim. Çünkü o vaxtlarda bu daşıyor degan narsa yo'qdi-ku. Daşıyorlarning etlik ketgan vaqt bo'lgan ekan. O vaxtlarda bütün adamning arzusi birisi askar bo'lish, birisi sportchi bo'lish, artist bo'lish. İşte 3 g'oyamiz bo'lgan biz o'quvchilarniki. 3 yil izini qildim. Askar bo'lib baqdingiz? Askar bo'lay deb to'xtab qoldim. Tushdingiz Juma aka. Voy, boshliqlar bo'ladi. General bo'lishdi. Generalni ko'zida dushmanga kechib Aşı otur mektepte okutqa vaqtimizda vay müştaq opera teatr ömrünün ki müştaq artist ağılık yaptı dedi. O vaxtlarda o daşıyor degen bolmagan ekan artistlik beriştiga yaman çoğ iş. O vaxtlarda vaylık lıyıqıla iştiga yagi bar ekanmiz deydigan açtaq. Ulan ekan onu intan berdim 75-yili 1-aydım 2-aydı vade bola. Şu an intan berdik ama şu ketip yok o 76 bir yıl olaydı haftada xabar badi. Şu 76 yılı ben otur mektepte okutqa vaqtimda opera teatr ömrü ekilib bizden özleri resmilik şöyen qilib bütün Aknumar rayonimizdan har qaysi yerlerden ekilib 30 dek balını özleri terbiyeleyen. Ömek özü terbiyelep ustalarımızı yeteklep, übütüp müşahaletke ekegen. Bunun için muş fırsattan faydalanıp bizden muş ömek egenden tatip bugün günlükçilik bizni yeteklep, terbiyelep biz übütüp, ertesi degan qanday oldu bulmuş, aktör degan zatını men muş narsamizga tushuntirib, yeteklep muş kunga ekegen barliq ustozlarimga yana bir qitim rahmat aytaman. Bu jarayon endi qiziq ishlayapti. Muş kep 6-7 yıl ukam aş sahnede neyzi bilen çay donul götürüp çıktık degine. Bizge rol nugmanken hatta men ondan ümitnim o'zga. Başka bir ishni qilayjimi menda muzik sezimim yaxshi, bo'yim egiz bo'lgan ekan. Hekimkamning Shanxay yangi shahar tazash o'qib kelgan vaqti shu odamga shogird kiryapman. Dirijorlikni o'rganayjimi men bu artistlikni bizga kammigidak bu deb yurgan vaqtimizda Pokketel Gulnisa degan dramani birsi aytib qoldi. U vaqtida o'miz qanday o'ynab qoldik desam, bir gruppa G'uljiga, bir gruppa Jadubga o'yan qo'yib ketib, biz o'ymakda har 2-siga qog' kelmay, ashlag'im qatnashamay qolib qolgan. Biz 20 necha bo'libmiz keyin shu ham bo'ldi asos. En güzel çoğun peşkadem artistlerim var. Şu bir gün şu idarenin aldığı köçet tikvatıştı. Bir adam Gülnisa'nın Hakim Musa da bir atağılık var yazıcı akımız vardı. Şu adam burun 4 perde demez mi bu Gülnisa? Bu adam 7 perde kılıp, keyniga 2 perde, aldığı bir perde koşup 7 perde kılıp, özgertip ekettik. Ama şunu bir körp bakan bulsanlar.
Bu ertesi yok, o bu mesela uyan gelgen dep ya da çaqçaq qilib, uni qilib, voy mana mush balla o'ynamasınmi? Bu ka juramda bular. Mashq qilib qolsinmishlarga, mana ma palonchini o'ynasa, ma pistonchini o'ynasa, ashadda çaqchaqni o'rnida rollarni taqsim qiliblam. Qilayli jumamush balla bu o'g'inish qildi o vaqtda bizning Avstriyaga ketgan Abdulmitga, bizning ustozimiz. Shu odamni sen rejissyorlik qil. Dedi o odama ma'qul dedi. Shuning bilan neliq Gulnisa dramasi bizga kap qilib, shuning bilan ashunday qadi degan rol bilinib qilib menga. O'zimmo shu vaqt bek tirishdim, raskamsa mana shu rol meni ya artist qildi, ya shu keta qasqiningda deydi deb o'zimmo qattiq tirishdim. Uning o'rnida bir yaxshi yeri, uning bilan ikki obraz yaratganda bir dramaning o'zi bir seliq lükçek vaqtim qilmas. Bir oxir bir sarang olib qoldi. Gulnisani o'ttirib etib, sarang olib qoldi. Sarang olib eng oxir uylarga o't qo'yib ishlatib qo'ydi. Eng oxir sarang olman deb cho'bunada ikki obraz yaratgan. Bunun o'zim sarangni bek uygangan lükçeklarni bek uygangan shunday lükçeklarning oxir kirib olib qima maydoniga kiramisanmi? La gap qilishdir. Deyishim mendan deb aynaq ünüp saranglanma yolda qanda sarangni ko'rsam aş kirib olman. Aynı ügüniş jarayonda men aş saranglarningki tug'umni sarang bilan keyin ma'lum bir sabab bilan bo'lgan sarangni bilalaydigan bo'lib ketgan. U tug'umni sarang deganda faqatla hech qanday sezim bo'lmaydi ya uning. Zat aşı. Uning kichikgina bir sezim yo'q. Ammo ma'lum sabab bilan bo'lgan sarang bir daqiqa ma'lum vaqtda shu 6 keldik ya u. Çünkü sizler dikkat kılsızlar, koşulat kösanlar, ben saranglar bir nereden kokuk git bağın, ya bu siyip toktak kıvatkan. Açlarının hemisi öz vaktaş məlum təsirdin boğan saranglar kende. Mesela romandan çocuğu kaldır ya, bu tayaqının derdi sarang olup gelgen eski. Tayaq yap, sarang kaldır, açtaylık git verip, tüksüzde aç çocuğuğun, aç bir urulgan. Şu vakit kildik ya, yani kildik ya. Yani mesela şu aşık deyimiz, şu aşıklıkta sarang olup etkenler mi? Aşı mın sarağımız yani bunda yüzgemiz yani bir dakika biz kızlarga qarab qoldik ya bu. Öyle özü kilib yani vay bize ketadigan. Mana aşı uygunda buni aşinchilik uygangan. Hatto saranglar kitibsiz. Va sarangni o'tib ketgan gap. Sarang ochdi degan inonni olganmi? Sarangni o'tib ketgan gap. Sende mi sarang gel? Başlar qilib bugun insani yana bizning ta'limimizga biz o'rimchini qo'ymaylam, ukamchilik va bizdan ishga taraf ketgan artistlar uyallarni qo'yib yenib kelgan bo'ldi. Biz ukam uchun tayyor qildik. Shunday Aqso'g'il ketdik biz uyan qo'yib. Aqso'g berib raskamsam shu Kucha Shinxa Shoyonning o'zidan 33 maydon qo'yib, belqin Aqso'g'in kiramaganmiz. Ashadillam 33 maydon tugitib yenib keldik. 33 maydonni oynab bağışlayıp nurgullik şekli, nurgul sarağlığını oynab acı körüp tekimi meyvop sepi özde bulab ketdi. Örümçek keplam e'lon qilib xalq teatrida qo'ydik. Bizning o ustozlarimiz, peshqadam artistlarimiz uqmaydi bular nimalarni qildiki deydi hamda repetitsiya ko'rmagan ekan. E'lon chiqarib o'yinni shunday qo'ydik. Shundan bu bizning peshqadamlarmi nayt yaxshi olqishladi. Bizdan nayt minnatdor xush bo'ldi. Shundan keyin texim bizga ko'ngil bo'ldigan, bizning teximi boshqacha qaraydigan, muntazam tutib tarbiyalaydigan mushtaq qilib shu ustozlarimiz tarbiyalab mana bugun sen ama cho'lponlar keldi degan yerga o'tiribmiz. Yana shu ustozlarga rahmat. Boshlarning hammasini shu ustozlardan arif qarg'ili bo'lmaydi. Sizga rahmat aka. Chiqtirishibsiz. Demak aka, shu bir fursatga qiliblam, shuningdek keyinli bir hayotingizda burilish bo'ldi degan gaplar aka. Har qanday narsada zodi bir fursat pek muhimki. Men shuningdan keyin shuni his qildim. Shunga nurg'un xalqlar fursatni qo'ldan bermasa, xaf bo'lib ketmaymiz-mi? Mo'shu bir fursat deb ketaman. Demak, ash fursatni o'tkazib o'tdim, davomli qilsam o fursat kelavermaydi. Bizga ash fursat bo'ldi. Ashnolar bizning ismimiz daftardan oldiga chiqdi. Drama har qanday epizodlar bo'lsa bizga bizning ismimiz chiqib turadigan bo'ldi. Palonchi rol Ahmad Abdumet deb. Shundan ular tanlab ketdi. Xeyli o'tdan ishlab oldik 10-20 yil. Lekin men aralıqda yomon aram ap ketib qopdim. Mushun bir fursat uchun bizning program fursatni nishon tutib olganimiz pek yaxshi bo'ldi.
Biraz kelipsak, müştə bir işlarni qilmoq tez, xalqimizni, tomoshabinlarimizni bundan ma'naviy o'zlik orqali usluqni qondirish, ularning kutganimdan chiqish degan endi bu oson emas. Sizlarni tirishib, g'ayrat qilib, Munavvar doktor dedinglarmi? Ashlar bilan birlashib mana mushunchalik bir programmani mush holatga ekanmak yomon tez. Shunga men mushu fursatdan foydalanib yana mush tomoshabinlarga vakolatan sizlarning mushu programmalarni yana bir qizg'in tabriklayman. Texmi yaxshi narsalarni, texmi cho'ng narsalarni ishlaymiz. Rahmat dedim aka, rahmat. Biz lozim bo'lgan yerlar bo'lsa, biz davomli lozim aka siz. Davomli xizmat qilamiz. Chata. Ma gap siz deb qo'ydingiz juma aka, ego bo'ling. Ego bo'lim ben. Kunda hamda ben qilmayman deb ego bo'lmayman. Ben bilishimcha aka, lekin Ahmad aka siz ziyorat qabul qilmaganmi xeli bo'lgan shundaqmi? Faqat qilmagan. Ashtonda biroz sabab bormi? Sabab bor. Hammasi ziyorat qilmasa nima demoqchisizlar desam, o'rinni yaxshi o'yindi, bir o'rinni yaxshi o'ynagan, ondaq cho'lpan, mundaq cho'lpanli deydi-da. Meni uni 100 qitim deb bo'ldi. Bir boshqacharoq bir usulda bir qildigan ishlarimiz yo'qmi? U bizni hozir rolni qanday o'ynadik? U ekranda ko'rib, haq ko'rib, hammasi biladi uni. Yana buni deb beramsizlar. Şu an lekin ben hoş oldum aka. Muş programımızda mı özgürcülüğü bağdap durup, özünüz yaktırıp mişe katmış bir efkam kollaşıyorsundan, diginizden pek hoş buldum aka. Bunun keyin hürmetim yeni neçpelen pek açtı da. Biz ularlam emas, muş xalqimiz yaqtırdıgan, partiya hükümet yaqtırdıgan, muş yoldan çıkmay, xalqimiz külüdügan, muşlarni qilsang malla emas, hamma odam seni hürmetim qildi. Mening ta'sirim emas. Programman qancha yaxshi bo'lsa, qancha xalqning ko'nglidan chiqarsan, yaxshi bo'ladi. Rahmat aka. Cho'qim men ishimni sizlarga bir xil bir yengillik bor ekan, tizib olgan narsa yaxshi chiqmaydi. Deb-davilalli mang'an ekan, yaxshi chiqmaydi. Ama ba'zi narsalar tasodifiy bo'lyapti, o'zimiz erkin ozorda chaqchaqlikni qilishib, uni buni qilyapmiz. Qancha mushta bo'lgan sari tomoshabinlar bilan yaqin bo'ldi, tomoshabinlar o'ziga tez qabul qildi, xuddi o'zi mash atrofida o'tirayotgandek o'zini ko'rdi. To'g'ri aka. Shunga men yana bir qitim tabriklayman. Rahmat. Rahmat aka. Texim yaxshi olsun. Rahmat aka, rahmat. Özümüz itiraf qilgan peshqadam san'atkorlar, haqiqiy o'zimiz ishimizda yaxshi ko'rgan odamlarimiz, kishilarimiz ana shunda yaxshi baholarni bersa, boshqacha bo'ladi aka. Sizlarning itiraf qilishinglarga erisha olsak, u boshqacha utuq natija bo'ladi aka. Yana bir qitim rahmatimni men bildiraman. Bundan keyin o'zingiz deb qo'ydingiz aka, avval qilgan ishlar bu qas men tayyor debman, avval qiladigan nejuma. Biz bu 45 yil avval o'tdik. Rahmat aka. Unda bo'lsa, abay didangizga aka sarang to'g'riliq gaplar chiqib qoldi-ku. Burunqi bizningki mush VCD plastinkasi moda bo'lgan bir davrlar bo'tdi. Shu davrlarda nurg'un kino filmlar deb batdingiz aka. Shuni ko'rib cho'ng bo'g'uvchilarning biri men hisobda. Shu vaqtlarda menga bek ta'sir qilgan kinolardan shu Sarang degan kino bek ta'sir qilgan menga. To'g'ri, Sarang deb o'ynagan. O'ylab qoldim bek gapingizdan, ash dramani voyaga yetkazib, ash titlib etganligingiz uchun ash rolg'imo cho'qim shu sizni tanlagan bir ish bor ekan deb o'yladim. Uni o'zda ashta naq maydonda aka kichik bir Sarang qilaydi odam sonda. Bo'larmikan? Avvalda o'nchilik vaqt ketma. Avar qo'ysa vaqtdan ajraydi. O'zingiz dedingiz. Shu kino to'g'riliq bir to'xtalib baqili aka. Ya shu umumda obay meni yaqinlik Gulnisa dramasidan men u saranglarni o'ynab ketgan bo'lgan ekan. U sarang menga ancha eg'ir ekan. Chunki u sarang tug'um sarang emas. Pul uchunlar. U sarang ashiyliqi sal endi kallisi joyida emas. Amaliq rasmiy sarang emas u. Hali ishlarni o'qidigan. Shuningga manama o'pkisib, manama pijo deydigan bir yerlari bor. Ashuma endi haqiqiy sarangning ishi emas-da shu. Aşı sarang bo'lsa-mu, gerçi eşede bir neçe xalqniki erleri turib, ayollar turib, erlerninki eşede işaret qilib, eşede o'ynayotganligini ko'rib, vintiskan bo'lsa-mu, aşının to'g'ri emasligini his qila olgan o. His qilib,
buni pivi aka menga aroq aka u deb buni Allah sarang deb nima desak shuni qil deb buni buruydi. Bu uddul berib ash 3 kishining xotinini ep keldi bosh uydan berib uydan beshikka Taze açlar oynayotgan yeri kelib taze. Mana ma öp kesip, mana ma pivida qo'yib 3 xotinni aldığı iştirib qo'shdinglar, ajal uriyalık ayollarni qo'g'liq. Kuladigan bir yerdan azab bek. Ben akar şimdi Hocalıp ketkinimde yaxshi bir nait obda ish qildim sarang olsam deb. Aşkına körsem külüp yetib olim aka. Hozirgacha shunda. O'tgan qaysi bir salonda bir uchrab qoldi. Bir ko'raychi deb ko'rsam, yana ko'nikin ola boshqacha bo'ladi aka. Endi hozir yana bir yaxshi bir kayfiyat kelyapti. Burun ovoz berdi qashdi-ku. Ovoz berish degan yaxshi o'ynamaganlarga ularnikini sel ko'tarib ketadigan, ammo bizdek haqiqiy o'ynaydiganlarnikini tushiruvchi bu ovoz. Endi bu da biz mana o'zimizdan ovoz bilan o'ynadik. Mana 55 qism uning ismi muhabbat degan naq maydonda ovozdan birga olgan. Agar sizlar ashni nima qilsanglar, ashni ko'rib yiqqanlar. Bu o'zimizning ovoz bilan olgan narsa bilan bog'liq ovoz bergan ikkisi ikki dunyoli bo'ladi. Aningda yana xuddi o'zing ashni ichiga kirib ketalaysancha, o'zingdagi xuddi sening bilan paranglashayotgandek bunda bo'ladi. Ovoz bergan vaqtda ayliq ba'zi hissiyotlarni, talablarni ta'zimdan siz o'ylagandek chiqmay qolgan. Sening narsangdek bayon qilib bermaydi. Men o'ylab ekanman aka, men ziyorat tugaganki mushundan bir ovoz bergizaylik dedi. Unda ko'pincha sabli buni qo'yib Men zamana bugungi bizning mush kayfiyatimiz ovozda har qanday ottaqli uchiq chiqqan ovoz bilan mening ovozim bergiz baqa. Bugun kayfiyat chiqqanda chiqmadi. O'ylab baqa. Bunday gap. Bana mushunali gap. Bu ovoz degancha, ovoz vadi degan gap. Mana bugun mening mush butun jarayonimni his qilib, ashni menga o'xshash boyaqda qash qilgan misha usul o'ynashdi deya ashni shu bo'yicha bera olsa, mana u bo'ldi. Mumkin emas u. 50% makilamaydi. Endi gapni to'liqdaydi, ovoz yaxshi, suzuk, chiroyli. Endi nurg'un tomoshabinlar bu jarayondagi inch yerni his qilmagan ekan, shunday yaxshi o'tirib ko'raverdi. Asosiylik ideyasini bilsa. Ular shu davlatdan gibini xudo herhalde. Mening shunday ishim og'irdi desam gap. Masalan, mening shuncha ishim og'irdi. Ma ishqisizga shunaqa ma'lum. O'zining ovozi bilan ovoz bergan maqsad mendan chatnab ketib qoldikmi? Ovoz artistining tushirib qo'ymadingiz. Ama ovoz artistlari ustozlar sizlarga to'g'ri tushunmayapti. Sizlar demidim. Ben sizlar demidim. Ovozni yaxshi bergan keldik. Unda bo'lsa aka, VCD plastinkalar bir mazgil moda bo'lgan vaqtlarda sizni ko'rib cho'ng bo'ldik dedim-ku aka. Shu jarayonda ishlangan asarlaringizdan eng yaxshi ko'rgan asaringiz qaysi? Sahna asarlarining ichida bayotimmi dedim. Gulnisa dramamizda shu Qodir degan obrazni yaratgan vaqtimda birisi meni shu artistik sohasiga yetaklab boshlab kirgan tunji rolim shu. Uning haqiqatan men tirishqan. En yaxshi ko'radigan rolim Gulnisadagi Qodir. Filmlardan aka. Filmlardan Oxirgi ko'l. Oxirgi ko'lda asli mening rolim Shuji bilan birga yuradigan yana bir duyjon bir bola bor. Uni Qashqar maktabida Nurali degan bola o'ynagan. Asli mening rolim shu dastlabda. U mening o'ynagan Saidinning rolida hammalar bilsa rahmatli tugab ketdi. Sadim kan. Saqalliq. Ash adamdi. Dadasini shuning taqsim qilib. Toza ash mangdigan vaqtimizda nim bo'ldi. Bu odam butun sunuribdi. Şunun olan bunu oynaydığı adam yok, onu izlep, bunu izlep, ahır bu bana dedi hem de. Seni oyunsun degen, hem seni muş komediya qilib qo'yaydi devam edip, endişem var, muş oynalamsa dedi. Ben artistman, komediya qilmaz onu, tragediya oynaymiz onu, oynayma ve artistman. Desem, daha seni bekisek çataq yok deydi, çataq yok deydi ve çataq yok. Dedim ben onundan burun kitabını köye vaqtimda hesap üzemnaylık duycanın rollarının kedi tekstilini açmış görüp koyapla işte qanda. Meşadim mangıçılık insanın bir kızılda bir yesi var. Eşeğe bağıça aş kitabını baştan ayak körüp oldum. Bunun mu birisi aş suğu düşkə yerim, birisi qızılını urduğan bir yer var. Qosqını yoğatıb aldığında özemçi hata üçün urduğan yerim var. Aş işkiye özemçi hem de bək muhim
Nima mashu deb, hatto ay suv tushadigan yanimi yetib yana to'xta. Bu diha odam emas bu duyjanki buni yana dihondagi baloq qilib qo'ysam yana bo'lmaydi. To'xta mandara qilay deb qop yana o'zim harakatlarni ishlab mahsusni qilib o'ynab 2 kecha kunduz tayyorlik qildim. Uning ustiga boshlashnilam ashadni olgancha suv tushadigan yerni olgan. Vaqtliq 12 oyoqdan muz, lo'q kelib muz. O yerim geçirib biçarlar berip çaqıdı onu. Şu vaqtidimi bana rejissorning qo'ygan talbida sen aş qizining dadi sarang olib ketdi. Sen bu suga aşı sarangda tushsa. Men sarang emas. Men qizimni aş beguna mush kun uchirib qo'ygan men bo'lg'ashqa, men aş ichimdan azoblanib, bu azobimni bu dardimni to'kadigan yeb, o'zimning nimasini o'zim yeb, mushtaq bo'lib qolgan odam, lekin sarang emas. Men o'zimning tayyorlik bor. Men o'zimning tayyorlovchi kelma. Sen ey masuq, muz, bir qitimli bo'lib qilmiz meni keyin kelish bo'lmaydi men dedi. Men bir kelay. Agar sizga yarimasa 10 qitim tush desangiz men tushayman. Deyman dedim shuni olam, deb shuni kunning bir tashvatdi. Men KG deyman, aparatni ichinglar. Bazıma beğenin gibi çıkıp kaldı. Eğer meye bop kalsa meye eşeğini yani keltirip yitemeyeceğim. İşte taşın üstünde oturdum. Da oturuplar vuş ilan geldi. Kepti kayıcıyla dedim de. Şunda aparatını işte orunun hastalık kopup. Kızım. Canım kızım. Minik çocuğun canım kızım. Sen nereden canım kızım? Ağır kızım. Lepla aşı suğul birli düşüptüm. Meydanın sırtiki adamlarla dehalın vakıra toxtamığa veya da. Aşı ben suğu için birli başlayan hemisi cimri olup ketken gibi. İşte tazim qolsam, teң dedi, ağzımı buzuptum, burup. To'ji alamıdı. Tabi şuna yan bir qitim düştük. Şu 2 qitim düşülen, aşı sudiki ko'rinishni ağı. Endi buningdimi obrazini yaxshi o'rganmasa, ashni yaxshi o'zining bir xarakterini yaratib, ashning nima qilmasa, yaxshi chiqmaydi. Masalan, sen bir obrazni o'ynash uchun sen o'zing ash holatga kelamsan, sen o'zing ashning ta'sirini haqiqiy o'zingning qizig'ini bo'layotgandek kirmasang, u haqqi texmi ta'sir qilmaydi. Shunga bu artistlikda kichikkidan bir yer bor. Buni hamma odam qilib bo'lmaydi. Buni o'qib, o'rganib qilib bo'lgan narsa emas. Şu tuyga, şu hissiyatın bağısa, ödüşten çıkalaysa. Bo'lmasa, bakında kitap dep beriplam, okup beriplam, ya bunsa o'zingni o'ylaplam. Şu Ahmet Betilda çıkılar, iş çıktı. Kızımni urduğu vaqtida, kızımni urib, o'zim yig'lab ketmag'im, shu o'zimning qizni urib turib, o'zim qizim yani ichim og'riyotdi-ku, qandaq bo'lsa men yaxshi ko'rgan qizim. Bek kirib ketganman, iliqiningga Teң desimi, aparat to'xtab bo'ldi, o'zim to'xtamay yapamsizmi men? Urib vergan gapmi yoki? Yo'q, yig'amni to'xtamay, shiydi to'xtab bo'ldi. Ammo shu to'xtamay voy bo'ldi, Ahmad tugi dedisi, voy shu tugida bo'ldi deb turib, bir xil ichimda o'ylab, men mushundaq holatlar bo'lishi kerak. Shuningga endi hozir aktyorlarimizda mush tarafda sal qaraydi. Masalan, jahonda har qanday bir odam har qanday masalaga o'zining nimasi uchun qaraydi. Hammadan o'xshash qaraydi degan gap yo'q. Shuningga biz o'ynamoqchi bo'lgan obrazimiz qanday obraz u? Shuning qarab tayyorlik qilamiz. Bir misol aytsam, ba'zilar onasi dadasi uylab qolsa, ba'zilar voy onam, voy dedim ba'zilar hali qolmaydi, ovoz chiqmay yig'laydi. Ba'zilar birdan ovoz chiqayotgan, birdan o'shiga ketdi. Mushtan hammasi aş obrazga o'zining nimasiga bog'liq ish. Yana bir oddiy misol aytib beray. Bir masalada masalan sen sahnaga mayli ekronga kinoga daldangsan haq unsini va maska deydi. Ash qandoq qo'y u? Masalan Kinjong Masusyan o'xshashmas olmaydi. Kuyni araqchi judan qo'y Masusyan o'xshamaydi. Kod odam Masusa yana o'xshamaydi. Bu ash odamning xarakteriga qarab bo'ldi ishlar. Mana mushtima jiq deb ketdim, yana deyishga majbur bo'lyapman. Rol tushmabdi degan gapga men qat'iy ishonmayman. O rol tushmabdi emas, shu o'ynagan artist, shu yozuvchi yozgan obrazini, shu xalqimizningki, tomoshabinimizning ko'nglidagi obrazni yaratib beramagan ekan.
Abi biçarlar adil bir ufkumla vay düşmepti oğlu deydi. Oynamaptı delenmek. Vay marul düşmepti. Teselli gepken. Hem aşta belki aştımı is kılamazsak mümkün. Hem aşta rolunu aşta yarattamağalan isim. Lekin Allah'ın konuda bir yeri kandaşmayatkan dekte. Allah'ın köz aldı ki yelik obraz emas. Şunu olalı bula var. Vay düşmepti o bu. Bu oyunumuz soğuptu ki. Palanca oyunu soğuptu ki. Pıstanca oyunu soğuptu ki. Dep abi tövendeki tamaşı bildirimiz. Ama şunda hükümlerini çıkarıp ötüdü. Şununla bu pek mühim. Neyse. Rahmat aka. Aka unda olsa yakında şu 55 kısımda tor televiziya filmi dizisini görürkenmiz o. Onundan başka mı yana ekranlarda başka sahnelerde köylü bulamdı aka sizni? Mesela ben bugün Sakallı'dan geldim. Eğer başlayımız dedi hem de eğer başlandı bir 26 kısımlık televiziya tiyatroga tutuş kıldık. Bana okşaş bir ah köngül bir dadı var ki. Şunu oynaydan buldum. Roluna ihtiyacı bilen sakal koyapsız aka. Mana biz mana muşinchilik o'ylaymiz. Maningda Sakallı'dan chiqsam men biraz o'zimning xarakter jihatdan, obrazim jihatdan qanday qilsa azroq bo'lsin yardım bo'ladi deb qo'ydim. Obraz deganga kiyim kechak, tashqiyotim bak muhim. Nasıl neyde bir şekilde men qo'ya oldingiz aka? Uni o'tganda bir shopping qilgan. Siz normal aka birla qarasa isimizni qolgan yeri Manchu aka. Qaysi tarafdagi man? Shunaqa ashnemada qaysi filmda? Mush evitli degan. Evitli degan men yoq eng avval ko'ringan ya mushu. Amallar bo'ldi deb og'izmoq. O'zbek shunda yaxshi tomamda aka. Ha, shu men dedim-ku, men tabiiylikni va qo'llaydigan odamchi. Lekin men bunda qarsam aka, chosh degan boyadi, boka juma aka. Bo, hammadan bo'lmaydi bu. Chosh degan bunda odam qarab turdigan narsa. Yoshdan ama choshtirib tushib birek bodichu aka. Degan bilan Chechenizdan bunda turish nima sabab bor? Chechen e'lonni birini ber. Yaxshi. Ishqib chechim tushmidi. Yaxshi. Mana hozir mana shunda jirik chechim. Shundaymi aka shu? O'lik emas. Uzun quypoqsiz qanday bo'lar aka? Bu qoldig'ini deb bersam yomon siyat. Buyunuzmu aka? Nima egizda? Zilva. Ya samir ketmagan aka siz hozirgacha juma bir xil işte birdan tadqiq qilaylik aka siz. Men mana tunji qidim doktorxonada yetib chiqqan vaqtimda menga doktorning qo'ygan talabi sen eng yaxshisi menipa degan. Men shu doktorxonadan chiqqan kundan tortib ta hozirgacha shu vaqt tamoqdan keyin cho'qim mangman. Cheniqiman, asosiyatni o'zimga diqqat qilman, o'zimning jiniga ekak sanmayman, ichadigan, o'yi vayron bo'ladigan, o'zini qiynaydiganlarni jumayman. Shunga ham da herhalde yaxshi turyapman. Qandan boshqa hozircha menda boshqa masala yo'q. Bugun qoidani buzib yetibsiz aka, o'tirib oldingizdan aytsangiz. Shuni Mangash para olasak qotga. Shuni odamni o'zimni ish pushab juda bo'lib turadi, mangash para olishdi. Hozir ham aka, men oningdan biri so'rgan savollar ham o'zimniki shaxsiy savollar. Maningda aka cho'qim rostchilik bilan javob bersiz juma akansam. Birinchi savol siz qancha yil to'y qilgan ayolingiz, balaringiz to'g'riliq so'zlab bering. Yaman emas savoldan birini so'radim. Burunqisidan deb keyin. Bu yaman saqlab kelayotgan sirlar. Ya ma'noda 3 yil aka. 2005-yil to'y qildim. Meningmi mushinchilik turayotganimga shu ayolimningmi nurg'un ajri bor. Yengemning ismi nima aka? Tafsili Gulbahor. Gulbahor. Bir odamning salomatligining yaxshi bo'lish bo'lmasligimi turmushga bak munosib. Turmushda qancha chuvalchaq, ko'ngilsiz o'ssang, seni butun falokat, kasal bisoladi. Bir-birini qadrlab, bir-birini hurmatlab o'tgan turmush u shundoq ko'ngillik bo'ldi, ham oilangga xotirjam, salomatliging yaxshi, senda hech qanday bir besim yo'q mushta bo'ldi. Unda o'g'andan keyin sening har qanday narsang ko'nglingdek bo'ladi. Men ayolimga rahmat aytaman. Umi hozir masalan bu jamiyatda har qanday bir narsa diabetga foyda qilgan desa, nat musa taqma uni qilgan, mana qilgan, ashni tayyor qilib. Mushtabning ishki yo'g'on putilgan bor. Birsi et deganda ishtigan, birsi kashda yotqish ishchiman. Mushtingda shu putillaymiz diabet kesligiga
payda qildigan aşı narsalar chilaqliqlar. Ashlarning hammani mana shu to'yqandan tortib mana zerikmay, terikmay kunda atganda chiyimga ashna tayyor qilib turdi. Masalan, bir yerlik berib qolmoqchi bo'lsam, shu meninkini tayyormiz tomoqni kashda berib qolsin, tushda berib qolsin, mening tomog'imni tayyor qilib qo'yib ketdi. Endi menga mo'shinchilik ahamiyat berdi, ko'ngil berdi. Shuningga u unchilik qilayotgan yerda bizmi o'zimizni to'xtag'ina deb hozir o'zimizni qalaymi qayaga urmay qildigan tegishli harakatlarni qilib qo'yib, ishda qilib o'zimizniki mushu holatini, mo'shinchilik saqlab kelyapmiz. Shuning mush fursatdan foydalanib, yana mush tomoshabinlarimizni deb qo'ymoqchiman. O'zinglarni kutinglar. O'zinglarni asranglar, bolalarimizni yaxshi tarbiyalanglar. Oilanglarni mustahkam, ko'ngillik tutinglar. Ashtaqli bo'lgan vaqtida bütün murod maqsadlaringizga yetkili bo'ldi, salomatliginglarmi yaxshi bo'ladi. Program grupimiz nomidan Gulbahor adamga hurmatimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat ada. Unda bo'lsa keyingisiga o'taymi aka? Baribir gaplarimiz shunday foyda qilyapti aka bizga. Ig'iz oldirayotib Siz hozirgi tonilgan aktyorlar ichida shu Shinjongdagi kimni eng yaxshi ko'rasiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Bu ko'maydiganni demak yomon. Hamma Sherifga butun onlarning bir obrazi bo'lgan. Ajrning qizda Tilla qiz deb bizni kemashigan o'qigan ustozimizdan Fatiha, hamki Tuyg'unkam, Aysa Yusufkam. Kelik soatchi demiz hech kimning esi kelmaydi. Yaxshi ko'rdiganlar mushlar. Anki moy yoshlardan Xalmuratkam. Çoğun Aysa deb qo'ysizlar. Mana aşı baldımı bir xil narsa borda, aşı obrazni yaratishga kuch sarf qiladi. O'zidan chiqib bilan qila oladi. Shuningga uning o'ynagan rollarini yoqtirdi, yaxshi ko'rdi. Men bu Xalmuratni yaxshi ko'rdi. Yaxshi artistlarning, aktyorlarning birisi. Bizmi yaxshi ko'rmaymiz Endi qog'ini salom qilsak, hammasini salmasam bo'lmaydi o'xshaydi. Vakil qilib shu Xalmuratni deb turay. O'tekda, uchinchisi, sizning yaqinqi yillardagi orzuyingiz nima? Mening birdan-bir orzuyim hozir. Qarab, ay necha yil men o'tkazayotganimda naytdi. Xato qildim deb o'yladim-da. Endi mush imkoniyatim bo'lsa, salomatligim yor basala, tomoshabinlarimiz, xalqimiz, hukumatimiz yaxshi ko'radigan filmlar bo'lsa, yordam qildisi, yordamimni qilay. Aylim necha yilni, ama o'tkazayotibman deb shu yerga keldim. Rahmat. Bizma shuni taqazza aka, davomli bizga ashta ma'naviy jihatda bir zo'q bo'lib turishingizni umid qilamiz aka. Yana keyingisi aka. Salomatligim yor bermasin, yilqimda yetib qolgan og'riqlarni Unda osaka keyingisi. Hayotingizda eng o'kinadigan ishingiz qaysi? Tunji turmushimni yaxshi tanlamag'animga buningdek o'kinaman. Akaraz bolalar to'g'riliq faqat gapirmabsiz, necha bolangiz bor? Bolalar yamanchi. Unda osaka keyingisi. Esingizdan chiqmaydigan kino ishlash yoki itot o'ynash jarayonlaridagi bir qiziqarli ishni deb bering. Gulnisa dramastalik saranglarni uylangan vaqtimda maytaqda bir sarang bo'lyapti. Umoyliq uzilkisi sarang emas. Uningmi turib tutadigan kesilyapti-da. Hamda lekin normal emas. Bu yerda yuradigan artistlarga bek amroq. Biz ash qarmay maytaq tavasiga keldiqlam, biz bilan biladidak yuribdi u. Buning tutgan vaqtida bir harakati bor-da. Ashliman shu sahnaga ishlatgan. Maytaqni o'yinni qo'yib tursam, bu sahnada turdi emasmi bu go'y. Yo'q, bunaqa deb, men do'ribsan. Ular qanday harakat desam, turib-turiblar. Daq tatishib qoldi-da bu. Birimda alash gaqib etib, mudaq qilib, daqiqa sekundlar o'nglab qoldi. Oshi yonmay do'rib Oshni do'rab, oshni qo'shqancha men sahnaga yana bir kuni Shinxonni kinoxonasining chiqqandan keyin men ikki tarafimda palanpaydimda ikki tarafda serilib bolalar o'ynaydigan bo'lsa bo'lamiz, palanpayga yanaydi. Ochamlar ikkimiz o'yinni tugatib, gurum tushirib chiqsak, bir tarafida bir sarang toza Mujdav. Yetishdi. Kötü. Ne bo'ldi dedi. Senning palon yerga mujda qistirmacha voy saraq kulib ketdim dedim. Undan eshakkan men qarmang deb uni sayniga chiqdigan vaqtimda
Ay bak g'uljuda ko'rgan bir sarang vardı. O rasmiy tug'ilma sarangdi. O ishqa qilib yurgan nimada. Chiqqichilik ashta chiqmayamdi. Qita sanning o'tirsi kelib qolgan kediga yaqini. Bu degan. Açam ayağa qarab güləvatdı o. Pəskiləmə oraq gülüb getdi. Aba çaqağa vaxtımda aka. Əhməd Abdülmütkam deyə otajda çıxıb bəgən olsun. Ən ağırqısı siz rol ağa obrazlarını bək sığınıb getdik. Oşa nəq meydanda tayarlıqsız kiçik qısqa rol oynab bering, etot oynab bering deydigan bir buyruq var. Çataq çıxmaz aka. Mən sap oş xaq yezbəgə etotlarını oynab öydüb qaldı ki. Üzümüzdə yazaylı aka bugün. Özünüz bana oynab qoyub keyin xaqның yazğını oynamaydıgan. Şamaba. Şamabalık. Koyadık. Oy. Qanday yaxşımı? Yaxşıdan. Nemiş qatsa? Ya mayatıma bir goy var diye ama pulamdan avap verme de bir yok. Kim osmi? Ahmet. Ahmet Baykan mı? He? Qaysi keviye? Bir şey bu 4. qatda bir uyda açtı. Sen pul vergen mi? He ama pul beriydi mi? Ətil beriydi mi de bu pulamdan avap yok digine. Neç pul diyor? 10.000 koy verip tuğan. Minalı çıkma 150 mi? 150 min. Ahmet kan bu sen mi belgem tan 150 min? 150 min koşa. Burayını aldı da ağam yok tapamadım. Onu da sorsam o tanımayım dedi bunu. Biz son 4. qatda diye biz çıkıp qarab bakılıyor. Lekin bekke kusta adam kendigine onu bunu da ketkiziydi diken. Kırıp pulunu alırlar. 10.000 koyma geldin mi sen? 10.000 koy geldi pul 10.000 koy mu? Ya 4. qavat mı kere? Biz son 4. qatda çıkıp bakam da. Ma tarafta ma şiki. Şu okşumam da. Sen pul onca qıra qo'ygan sen başta kira. Tak. Kiring. 3 bölümüz qanda kirimiz kep. Uçak kishi kiraveringlar. Hoy. Ahmetka. Ahmetka. Yaxshi aka. Ufka ma'lum yaxshi. Dodingmi? Voy canım Ahmetka ma'lumsiz yaxshi Dodingmi? O'tiringlar. Ya mal degan. Uyinglarni topolmay bu yoqqa kelib qoldingmi ya? Ya boshqa ish yo'q, sizni yo'qlab o'tgach, o'yliqqa menga liq beritim degan emasmi, Kamal 9-eslar deb men kelib qopdi-ku vaqti ashna. Telefon qilsam faqat olmadingiz. Qaysi gapni qilyapsan sen? Ya aka liqqa ishqayning oldi deylik, menda olgan puluncha aka. 150 ming ko'yni. Aslida. Sen şuma tas kalkma unutup kalkıla. Ya aka şu. Canım ufkam ama aldıraksan sen cuma niye mi bir ay olmagan pulun geldin mi? Ya işkay oldu aka. İşkay ken işkay muştaptan neç yıl boğalı ba ufkam. Senin tıkı 150 koyken Ya aka 150 emez. 150 man. 150 man da. Milyon pulu ala bafkam. Hazır raskan musa yeni kuruluş tutkan. Şu kuruluşun öyleri tas koldan çıkmayıvattı digine. Sen hatırcan bu da bafkam. 150 min koyuyor be. Burmançı kuruluş binanı sap koyup otadı mı bafkam? Aşı 150 min koyuyor. Ya aka ma manda gitti. Ma özümüz. Menikin olayı beğenmeyin. Aka bana 150 min koy işkay az oldu diyeceğimden 10 min koy plan bat 2 yıl vurun beğen aka. Sen 10 mu koyuna gibi koyatam sen? Akam da şu yakını bir operasyon etçiliğe ayarlık kullan. Sen tekim ensir misin boğdek? Sen aldırma ne yapmışkan bak 150 min koy pulu ama oğa vallahi mayatma da tuz sen de mi aldıraysa ya? Ya akam ben bu aldırmaydım dikin şu 150 min koyun untuk koyat kayadı 10 min koyunu yepli gider mi de oylamadım akam. Katırcan bula. Ben adı dedim o ama bir kuruluş tutkan. Hazır şu hatta koldan çıkmaya dedim ki böyle 10 min koy iken aç kolamdan çıkıp kessem 10 min koyga yani 10 min koy koşup bir ayıp manda kaldıraksallık kılmak da böyle onda 10 min koy 20 min koy diyen yok tweetmim da yürü da sen matazı bir aşı Ben diyeceğim de gel adam kendim aslında bir kapın aldığa işte ne bir yok sevdim. Ne ben şu kalıcı değil. Aka ben bunu kuma digen abay.
bu 10 ming koyma keldiğim bir şeyge de. Ne? Toğru gel bu. Şu. Hem de aka özünüzde haber var. Ben toyu kopka aka yakında. Hem de iş kaynağı aldı da berdiği vaqtda 9-cı ıslah degендiniz hazır 30-cı ıslah bo'lib ketdi aka. Şununğa bir berelgen bolsanız hazır bir kaçıda bir kızını köçürüp kelgan bolsam aka men bu xel çoğun kaldım. Vay nimanda qimmat qiz ilva qalding ha. 150 ming qo'ygan qizlarımda ha. Ya aka kızını ki. Yana desi, yana şu gapni qildi. Ukam, bende pul olsa seni bunchalik yugratmaymi deyman. O'zim telefon berib, ukam, men yaxshi vaqtida kelgandim. Men pulingni elib ol deb o'zim chaqirib berma deyman ukam. Ya aka şu qachon chaqirasiz shuni men. Men hozir da'vat nimaga? Men shu qurilish maktabidan hozir tashviqlarni olib beryapmiz. Bu sizning pulingizga bir uyli setilsam chiqadigan pul u. Manda geyli qilmanglar. Aka hamda sizni biz cho'ng ko'rib berib turgan gunoyimiz ekan. Hamda bishimizga kun tushgan vaqtim hamda o'zimizning pulni o'zimiz ishlatamasak desa, iliq bozak o'qigandek o'qib qoldik aka shunga. Qanday qilmoqchimsa? Yo'q, hech qanday qilmoqchi emas. Ben seni bozak etmem ha? Ya aka o bozak kıl dediğin Nim demekçi? Ya bana 150 bin koy pulunu aka aldırmayı versanız buluyor da öyle bakayım asma. Aka hamda 10 bin koy minimum pul sel az olgan iken aka ayın aposun bir verseniz hemen ben kim ben 150 bin pulunu götürüp kep desmi salay aka. Vakti sen turup durar kim bildi de aş pulun olan ben özüm tıkmayak desmi kılıp santık bir öyle kıp koyam deyip de ne mandak bu ne ay ma bana bir iş görmegen ballı ekensizler ey. Atiga yaqa xel hurmat qildim aka sizni. Ras to'y qilmoqchimchi men. Ras to'y qilmoqchi aka. To'yni qilib qo'yasam bo'ldim shu qilib ol. Kim seni qilma debdi? Ben seni to'y qilma dedim mi? Ya aka to'y qilmaz deganligimi sizlar qilib bo'lmaydi aka to'yni. Shu Mana chiroyli gap ahmaydan qattiq turibmi? qattiq turammi? Pichaplamga qilimdoq akina qilaman. Chiki birda. Demedin bu pulam kaçan verse? Demedi ya! Ya yok lan çıkama çıkama ya çıkama ya. Ya anladın mı? Ama yaşı yapamaz mı? Çıkar. Ahmet ka? Ya bunda gitti. Ya ma vaqirayli deb ma beka ishni buzib qo'ydi. Cho'nglarda aka bunda gap bor. Ha, qanday gap bor? Yaxshi gap toshni ishqibosh qilib deydigan. Ishqibosh emas, maktab men nurg'u yaxshi gapni qilib ketdim. Bir parcha bo'lmadingmi sizlar? Ya aka shuna Ya aka Öcet olsun mu yüzük versanız şunu hep kesek belki kuruk kesek bir kegen mimanı kuruk sap koysanız sizin setra aka öcet olsun yüzük verensiniz. Şunu olsun ben işlenmeye vatam size. Ya işinimiz aka tağdak işlenmeye vatam size. Tağdak işinimiz. 150 köylemiş 10 mun köyle iş tügende. Aka 150. Nimen de 150 men buldum ha. Ben baştan özüm nurgun neslen oylap bersek artık ma bir öyle setilse, muş balını bir öyle kıp koyay. Man yaxşı vaqtda esqatqan deb, mında yaxşı ko'ngildan qilib jursam, adamning men nervus deyip. Ya onunğa rahmat aka. Ha yaza. Yücet yaza. Men qo'l qo'yib beray, yaza. Minikini vizit. Ay qulon narsa mesken. Tamam bakalım. Qanday degan. Menki Ahmet deb yaza ha. Çıraylıq yazan köy qılınmıyor. Etang nimitdi ha? Bilmem saka şapka. Ha, menki Ahmet Şapkat'tan 150 ming koy aldım ha. Oldu mu ha? Kaçan verirsek amanı toxtam ina qo'ymishim mayli. Ey canım ukam, öy et setilsa ete. Ete deb yozay. Kilajil setilsa kilajili. Kilajili setilsa kilajili deb mi yozay? Ya aka, manda ya işte deb yozay. Kilajili setilsa kilajili. Et setilsa adı deb yazdın mı? Aka yakma. Et setilsa et vermi kilayli qanmayman deb yozdim aka. Ya kilajili setilsa kilajili deb mi yozay onu? Ama toxtam jijilsaq bo'lmaydi ya bunu. Jijimay asıga kilajili, pişse kilajili deb yozay. Aka jil bek jiq ketibdi, men bek boyda qo'yib ketdim aka. Ey, sen gap tushunansa, tushunmansa. Bu bir kilajili degan gap emas. Etimi, uygimi ya 3 kundikimi ya 10 kundikimi degan gap bu. Ama aka kilayli deb yozdim aka. Ha, bo'ldi-ku, putdi-ku.
Senin o putten Sen özün kalgan cizvolar yani. Menki Ahmet. Ahmet. Velican'a 10 ming yuan. Ya Velican'dan 10 ming koy alğanı. İşte desemce Ahmet Kamga 10 ming koy verdim de yazar. 10 Velican'dan 10 ming yuan aldım. Aldım da yazar. Ahmet Kam'dan 10 ming yuan aldım da yazar. Sen teatrizatım sen ya sen de ağam ötesin o bir işin var mı te? Benden ağan. Sen yüzpürem mi? Sizlik yazalmayım mı? Ben yüzpürem. Menki Ahmet. Velican'dan 10 ming koy Aldım. Evet, setilse ete, kilajil setilse kilajile. Ya aka 10 ming koygan bir kilajil ketmez. İzbettim akam. Şimdi yaxşı bitti qaz 10 ming koy mevzu beriydi akamanın. Ama ma gapirma, oğa valgan mındağımda da. Var, kımma ya, mında da. Benim işim oldu dedim go. Şıkkınladık bire öyle kıp koyam de, bunu koyu kopsa. Şimdi ben xotun olaydı efendim. Yoğa ne saldı kendisi? Ya kaçın. Makul aka ondan sonra lekin amal va aka ile kila ile kapqamsa aka bir şey oldu. Bu mesela arşo otardıgan şıqqan aka. Makul. Biz otqanma aka. Salamet bolun. Makul. Xaqın nima? Maniye çıkırıp aldık degene. Bəmək qalsa ərz qılınız buldu. Boldu bu da akamını başlayıp ki. Ma buldu. Rahmet aka, bu itotlağım işte tayarlıksız aletli kırıplı gitsizden aka. 40 yıldan eşip bu işni qavat qile. Onchilik qılammasak beka oluda 40 yıl. Biraz sizlarni yaxshi maslashdanlar. Ay rahmet aka. Chiqib ko'nglingdek bo'ldimi yo? Ya shunda payz oldu aka. Ne aşı obrazını çıqırıp payz bo'ldi deb ko'nglimizda o'ylagan diyemagan narsani chiqirib paydangız, ichib paydangız aka. Onun ustiga bu tayarlıksız narsa shunda aka. Shundan dastlab sal ansirgandam sabbil yezib berib ugunib qolgan banda bu ushtum tut kelgandas qanday bo'larki deb ansirsam herhalde yomon emas aplishib qoldi. Qolaydi ekanman. Mana degan haqni juburga qarab. Buradaki iş mesela işlem oynarlarsa oldu kapma buna. Rahmet aka. Onda bo'lsa quloq tingshig'ich taqab o'yini o'ynaydigan bosqichni hozir o'ynaymiz. Sholban keldi. O'rindiq. Qo'saqtoq. Sizning to'qiga bilan bizni ojiz. Muqavidim. İkincisi aka ondan sonra öteki ettim ha ikincisi. Velican. Can. Bekçoğum. Nasıl üçüncüsü kendi öteki ettim ha. Munevver. Mustafa. Munevver. Muqavidim. Dördüncüsü ondan sonra. Çolpalla. Bilemedim. Çolpalla. En ahırkısı. Mikrofon. Mikrofon. Yeteldi. Örümçi. Yeteldi. Ötekçi. İkincisi de koy. Tutaçı. Yuğa içaka. Ağız. Do. Kol. Ya. Çi. Bayvetçi. Üçüncüsü mutlaka. Üçüncüsü ya. Karamet. Alamet. Salamet. Karamet. Çıkıp okşaydılmışlar. Birini taptım. Vastiçi. Kavapçı. Vastiçi. Vastıçı. Bunu tüydü var mı? Ben futtum aka bunun da. Siz birini taptınız, ben ikini taptım bu aka. Şu siz futladınız hem de buyruk orunlamışsınız.
Nim demek yani? Sarağın doğru yapıyor. Babdan namertlik kılma ya. Az Molla Zeydin'in dastlabki kentu deymiz. Şunun maqsini. Nasrat aka. Ben şimdi demiştim. Saz oğamısı o yaxşı oldu hem şimdi davusunu çavak kılamıyor. Biz keltirgen çavak ya. Kökkine kepte emesmen künde kün de kelgili. Kökkine kepte emesmen künde kün de kelgili. Ay mayısxanım, ay vapadarim, kelini oynaylı, könglimizde açaylı. Kellin yarım oynaylı, könglimizde açaylı. Sak avaz peyzi aka. Müzik arılışı ağamaz manada gencöm çıkmaydı. Çavaklarla şunda geldi o, kelterdi o aka. Nakşı ustada mı çavak? Hamdi aka. Bugün şu programımız Munevver Doktor markası da ilip beriliyatı demez mi aka? Şu Naq Meydan ama bizden şu Munevver Doktor markasınınki şirket kurgucularından birisi boğan Enver Cihapendim mi yetip kelgen. Emmeylen yiraklardan kelgen dostlarımız hesapta. Şunda da duydum. Şununla şu Enver Cihapendimninki mi belki deydiğen yürek sözleri buluşu mümkün. Fırsat versek. O bol çatahı. Salam ekran aldıdaki körülmeler. Hemmanlarının muşu vaxtınla hayırlık olsun. Ben Munevver Doktor şirketinin hemkarlaşıp kurgucusu Envercan'dan ekran aldıdaki barlıq körülmelerge ve Naq Meydan'daki hemmanlarga otluk salam ve ali ihtiram. Ondan başka bizden çolpanımız Ahmetçi Akamga yakın arlıktan körüşkünümden naitli kursam ben bek uzun yıllar bir körüş arzusum basımı lekin körüşüp bulamağandım. Bugün körüş fırsatiga erişdim, nayet hoş buldum. Yüzünüzü nayet yaxşı turupsiz. Rahmat. Ailenizden ve sizden teningizden salomat bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan birga bizning shirkatimiz ishlab chiqargan Munevver Doktor markasidagi bel ağrıqı, boya umurtqızdan sonra revmatizm bo'g'im yallığı. Har xil pey so'nak ağrıqlarga manfaat qiladigan, so'qdan, yerdan, shamoldan bo'lgan mushqildagi kasallarga unumlik manfaatini ko'rsatadigan Munevver Doktor markasidagi pey so'nak ağrıqqa manfaat qiladigan chaplaq uningdan boshqa, shu telefon, kompyuterlar qarash orqali ko'zning nuri chechiladigan, ko'z zaraqayqanni ko'ranmaydigan va ko'z ochib qolgan bemorlarning ko'z kasalliklarining og'irlab ketishining oldini oladigan bir sağlamlık mesuliyetimizden biri yürüyüş. Bizimizge bir soğuğumuz var. Rahmet. Sizin selamet bulun. İşlerinle ilgili olsun. Bundan başka dışarıda bir destek. Rahmet. Yaşma çoğup kaldı. Belki ağırlıklarınız buluşu mümkün. Bizden mesuliyetimiz hakikaten önümlük menfaat kıldı. Rahmet. Ölümlerinin bu şu Munevver Doktor mesuliyetimizni işletip bir sınap yapışını tavsiye kılma. Rahmet. Gapning qisqasi aka, hammanglar chin yuragimizdan sizning salomat turishingizni umid qilamiz. Rahmat. Hammamiz salomat bo'laylik. Boshqalarning bu masalan so'raydigan bir savollar bo'lib qolsa, shularga bir astoydil rostchilik bilan javob berishingizni umid qilamiz aka. Chatoq yo'q. Unda bo'lsa oldi bilan bizdagi top vakili boshlab bersinmi? Savoldan bir nechini tashlab. Bir to'rishimiz debdi, Ahmet aka yaxshimisiz? Abaytı yaxşı sizin yişinizni bilmedik bir bosi qancha yaş kirganligingizni deb bersangiz bilib olsak deydi. Burus mush qop qopdi. Yişimni faqat demaydi. Çavaka. Ben 58-yili 2 ayının 10 tug'ilgan. 2 ayının 10'i 64 yaşa kirdim. Muşunda yaxşı tug'dingizmi aka? Atgana nima bilan?
Aşda qilib boshda turibdim. Yamat illik amdi taqashlab o'ylabdim. Salomat bo'lingmi aka, ko'z tegmasin. Har biringlarning tilaklari bilan rag'batdan durib turishinglar bilan yaxshi turibdim. Umringiz uzun bo'lsin, shuni umid qilamiz hammaydan. Xo'sh aka, rahmat. Unda bo'lsa, hammaylarning umidi yadi qamidi ish qilib bugun shundaq-ku. Yana bir qatim tashakkurimizni bildiramiz aka. Eng muhimi, mana shu vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. O'sha oxirda sizdan so'raydigan bir savolim bor. Bundan burungi vaqtda bizning Cho'lpon keldi programmamizni ekranda ancha-muncha ko'rdingiz-ku aka. Ko'rib bir his qildiringiz bo'ldi. Lekin naq maydon qatnashib bo'lgandan keyin yana bir his qildiringiz bo'ldi-ku. Yaxshi. Men abayma bir deb o'tib ketdim. Bizda burun shu ziyorat qildi desizlar, shu ondaq artistimiz, mondaq artistimiz palonchi rolni o'ynagan, buni o'ynagan, buni Aştaldı. Lekin sizlar manada bir xil o'tganda Tursunoy Ibrohimnikini ko'rdim-ku. Qarsam bir xil yangilik bor. Yangilikni har qanday odam qabul qildi, ham mushta usullar bilan bara taraq qilgan narsa-ku. O'zim ma'lum bir degan bilan bir yangi bir usulni olib chiqibdi. Bumi yaxshi bo'ldi ekan deb o'yladim. Bugun ham haqiqatan o'zim kelibmi, o'z beshimdan o'tkazdim. Bu texmi menga bir yaxshi ta'sir qildi. Uzun gapning qisqasi yaxshi qilibsizlar. Tirishinglar. Bundan keyin texim yaxshi bo'lsin, texmi ro'naq topishinglarga tilakdosh. Rahmat. Xo'sh, Cho'lpon keldi programmamizdan 2022-yillik tojdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'llagan. Her ish sahardan boshlanadi. Yaxshi kayfiyat bir kunning oshquchi. Yuyeja, ya'ni Munavvar doktor mayli xizmat yoki safarda bo'lay mendan ayrilmaydi. Yo'q, men uni yenimdan ayırmayman. Uni kichik chog'ima, ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynonlig'i shunday sinamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini o'zim yordiman. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Markalık mahsulotlarni e'tibor bahos etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimizga kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Shinjong So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemak, ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. E'tibor bahos mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erishish fursatingiz bor. Onundan boshqa programmamizning riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tog'dak qomatga qiyos Miras kiyimlari. Sizga rahmat aka, abayim nachirat deb o'tdim. Bundan keyingi har qanday vaqtlarda ekranga chiqish fursati kapli qolsa cho'qim qo'ldan bermasligingizni umid qilmay aka, bizga ko'plab ko'rmalar uchun xizmat qilishingizni orzu qilamiz, umid qilamiz aka. Eng muhimi salomat turishingizni umid qilamiz. Bundan keyingi vaqtlarda aka men yanjiq avar qilaman. Bo'ldi. Ish bo'ldi-ku. Onun masala yo'q-ku. To'q, yani to'y to'kin batdi deb jimoqchi bor. Ondan aka, şu ekran aldidagi uzun yillardan beri sizga mastona bo'lib, sizga ko'rinma bo'lib ko'rayotgan shu ko'rinmalarga vakolatan, naq maydondagi tomoshabinlarimizga vakolatan, ham o'zimga vakolatan bir haqiqiy chin yuragimizdagi rahmatimizni ifodalash uchun programma guruhimizdagi programma lonqimiz bor. Sizga hadiya qilamiz. Saqlig'aysiz aka. Rahmat.